Buyuk bobomiz Amir Temur Oqsaroy peshtoqiga adolat davlatning asosi va hukmdorlar shiori degan hikmatli so'zlarni yozdirgani bejiz emas albatta. Ushbu ulug'vor g'oya inson qadr-qimmatini oliy darajaga ko'tarish borasidagi amaliy harakatlarimiz poydevoriga aylandi. Hali huquq madaniyati bizda rivojlanmagan. Konstitutsiyamizda moddalarini ham haqiqatda chuqur bilishimiz shart. Jamiyatimizda huquqiy ong va huquqiy madaniyat shakllantirmas ekanmiz, o'zgarmaydi hech qachon. Huquq va erkinlik bilan birga hammamizda javobgarlik va mas'uliyatni ham chuqur his etishimiz zarur. Bilimli avlod buyuk kelajakning, tadbirkor xalq farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir. Butun xalqimizni qutlug' ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etib, ezgu tilaklarimni izhor qilishga ijozat bergaysizlar.